Yangisi keliboq eskisini unutgan bevafolar. So'nggi kunlarda Real Madrid muxlislari uchun eng yoqimli xabar bu Trent Alexander-Arnoldni Real Madrid bilan shartnoma imzolagani bo'ldi. Endi ular xursand, sababi Realning og'riqli nuqtasi yopildi. Bo'lib ham jahonning ayni damdagi eng kuchli qanot himoyachilaridan biri bilan. Lekin bilasizmi, bundan bir necha oy muqaddam Arnolddan-da ko'ra himoyada sobit qadam, hujumda esa yetarlicha temp qo'shib beradigan butun faoliyat davomida Realning yutuqlariga yuksak hissa qo'shgan, ammo so'ngida og'ir jarohat olgan Dani Carvajalni ko'pchilik unutishdi. Yangisi keliboq xursandchilikdan mast bo'lgan bu muxlis zoti aslo vafoni bilmas. Vaholanki Carvajal yuzlab o'yinlarda ularning quvonchi va baxtiyorliklarining asl sababchisi bo'la olgan. Madrid osmonida qora bulutlar qoplaganda ham Carvajal doim xizmatini ayamay sodiqlik ko'rsata olgan. Tarkibda hamma ketib, unga ham erkinlik berilganda u qolishni ustun bilib, atrofidagi yulduzchalar bilan raqobat qilgan va shu davrgacha Realga sadoqat ko'rsatib kelgan ham aynan Dani edi. Ammo u kuchli futbolchi